Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Ko'ngilsiz hodisalardan yana bittasi jarohatlar olish, jarohatdan qon ketishi. Qon ketish bilan hazillashish bo'lmaydi. Qon ketishda zudlik bilan harakat qilish kerak bo'ladi. Bunda ham biz tez yordamga, medpunktga, poliklinikaga, kasalxonaga tayin olmaymiz. Faqat o'zimiz qutqaramiz. Nima uchun? Chunki bu amalda isbotlangan, agar odamning qo'li uzilib ketadigan bo'lsa yoki qo'ltiq tagidan o'tadigan arteriya bor, mana shu arteriya to'liq ochiladigan bo'lsa, odam 10 sekundda 1 litr qon yo'qotadi. 1 litr qon yo'qotdi degani bu odam hushdan ketishni boshladi degani. Yana 15 sekund, 20 sekund sarosimada qoldik, chora izladik, harakat qilmadik. Nima bo'ldi? 2 litr qon ketdi. 2 litr qon ketdi degani bu odam komaga tushishni boshladi degani. Va shu uchun zudlik bilan harakat qilishimiz kerak. Endi ko'p targ'ib qilinadi, hammaga o'rgatilgan, juda ko'pchilik biladi. Masalan, qo'ldan qon ketadigan bo'lsa, arteriya kesilgan bo'lsa, nima qiladi? Bilakdan bog'lam qo'yib qo'yadi, maxsus bog'lam. Bu bog'lam yaxshi narsa, qonni to'xtatib, insonning hayotini saqlab qolishga xizmat qiladi. Yana takrorlayman, buni o'zimiz qilamiz, hech kimga tayinmaymiz, hech kimni qidirmaymiz, o'zimiz bajaramiz. Bu yaxshi, samarali usul. Buni bog'lash tartibi bor va bu tartibini bilib olish kerak bo'ladi. Endi bundan ham samarali usul bor. Bu samarali usul nima bo'ladi? Qon ketayotgan joyni biror narsa bilan bosish. Ro'molchamni oldim, qon ketayotgan joyini bosdim. Mana bu samarali narsa. Nima uchun samarali? Tasavvur qilamiz, qon ketyapti, men nimadir oldim. Ro'molcha oldim, o'zim qayishimni oldim, belbog' oldim, o'radim, qisdim, tortdim, tugun hosil qildim. Ruchkamni qo'ydim tugun ustidan, yana bitta tugun hosil qildim, ruchkani burab aylantirdim. Samarali usul. Insonning hayotini saqlab qolishda muhim. Lekin vaqtga e'tibor berasiz. Vaqt ketyapti. 5 sekund, 10 sekund, 20 sekund bari vaqt ketadi. O'sha 5 sekund, 10 sekund, 20 sekund davomida bu joyda qon kutib turmaydi, chiqib turadi. Hisobga olishimiz kerak. Buni hisobga oldik. Endi ikkinchi usulni qo'lladik. Bu usul qanaqa? Ro'molchani oldim, bosdim. Men vaqtdan yutdim. 10 sekund, 20 sekund vaqtdan yutdim. Shuncha miqdor qonni tejab qoldi. Demak, birinchi qoida nima bo'ldi? Jarohatni bosish bo'ldi. Ikkinchi qoida bo'ldi. Bu a'zoni tepaga ko'tarish. Maqsad nima? Qon bosim kamaysin, qonning hammasi orqaga ketsin. Keyingi qoida, sekin bu odamni yotqizib qo'yamiz. Agar yotqizish imkoni bo'lmasa, biron joyga o'tkazib qo'yamiz. Maqsad nima? Qancha kam harakat qilsa, shuncha kam qon ketishi kamayadi. Keyingi qiladigan ishim, bog'lab qo'yaman. Endi bog'laganda har xil holat bo'ladi. Birinchi holat, qon to'xtadi. Ikkinchi holat, qon sekinlashdi, to'xtamadi. Uchinchi holat, qancha bog'lamay, kilogramm paxta bilan bosmay, qon to'xtamaydi, sizib chiqaveradi. Agar qachonki qon to'xtashiga ko'zim yetsa, bog'lab qo'yaman. Agar ko'zim yetmasa, nima qilaman? Bog'lashga vaqt sarflamasdan bu joyga keladigan qon tomirini bosaman. Topolsam barmog'im bilan bosaman, topolmasam kaftim bilan bosaman. Keyingi harakat qayirib qo'yaman. Bo'ldi. Mana bu juda samarali usul va yaxshi qoidalar.